Kelib qolsin Dilnavoy? Siz opajon. Ha, rahmat. Qarang, oshga zirva qilib qo'ydim. Hozir ishga ketaman-da, nochka. Chiroyli qilib damlab yeb olasizlar, maylimi? Oshga zirva qilganingizdan keyin o'zingiz damlab ketsangiz bo'lmaydimi? Voy, nimaga siz buni qoqib yuribsiz? Og'ir ish qilmang, o'zim qilaman. Kiring uyga sovuqda turmang. Alo. Opajon yaxshimisiz? Ovsinjonim biram o'zidan mehribon deya savolgan. Hozir hamma gilamlarni qoqyapti o'zi. O'zicha menga opalik qilmoqchi o'xshaydi. O'zing jigarimday bo'la olmaysan baribir. Oyjon, yaxshi o'tiribsizmi? Oyjon, kenja keliningizni hech o'zimizga yopishtira olmadim-da. Shuncha mehribonchilik qilsam ham, qo'ldan og'ir ishlarni olsam ham, mensimayotgandayda men Oyjon. Xafa bo'lib ketyapman-da. Unaqa demang. U hali yoshda. Siz kattasiz-ku. Shunaqa qilib aldab-sildab yo'limizga solaveradi. Xo'p bo'ladi Oyjon. Xo'p bo'ladi. Hozir bolajonim hozir. Hozir. Voy. Alo. Opajon yaxshimisiz? Hamma joyim og'rib ketyapti opajon. Bolamni ham eplolmayapman. Kelib qarashing opajon, iltimos. Voy, pochang bilasan-ku, jo'natmaydi. O'zing eplaysan endi singlim. Ana o'sining bor-ku, qarashib turar. Bo'pti, keyinroq gaplashamiz. Yaxshimisizlar, Dilnoz? Voy opajon akang. Voy, nimaga qizarib ketdingiz? Sal mazam bo'lmayapti. Voy, issig'ingiz balandni bering chaqaloq menga. Yoting. Rahmat. O'ranib yoting. Bo'ldi. Hozir peshikka belab qo'yamiz. Uxlab qoldi. Keling endi siz issiq sho'rva ichib oling. Ichingizga issiq kiradi. Issig'ingiz tushdimi? Tushdi, rahmat opajon. Opajon nima qilyapsiz? Voy, yo'q, qo'yavering.